Amir Temurning 3 piri kim bo'lganligini bilasizmi? Sohibqironning bir necha pirlari bo'lgan va ularni 2 guruhga ajratish mumkin, deb yozadi professor Akbar Zamonov. Birinchi guruhga ruhoniyatli pirlar, ya'ni sohibqiron tug'ilganga qadar yashab o'tgan tabarruk zotlar. Turkiston mulkining shayx ul mashoyixi Hoji Ahmad Yassaviy, Sulton Burxoniddin Qilich, Shayx Nuriddin Basir, Shayx Burxoniddin Sog'arji va Shayx Safiuddin Yoqub Ardabiliylar kirgan. Sohibqiron mazkur zotlar ruhlariga ehtirom ko'rgizib, har biriga alohida maqbara tiklagani, avlodlarini e'zozlab kelgani, ularni o'ziga pir tutganining isboti bo'la oladi. 1397-yil kuz oylarida Amir Temur Toshkent sari ravona bo'ldi. Undan o'tib Yassiga bordi va Hoji Ahmad Yassaviy mozorini ziyorat qildi. Bu aziz Muhammad Hanifa o'g'lonlaridan turur, alayhi va ala olihi vassalom, deydi sohibqiron pir turbatini tavof aylar ekan. Buyurdimki, deb yozadi Sharafiddin Ali Yazdi zafarnomada, ul mozor ustiga imorati oliy soldilar va bir ulug' gumbaz bog'ladilar kim ko'k bilan so'zlashur edi. Ikkinchi pirlar guruhiga esa sohibqironning zamondoshlari ulug' amir bevosita e'tiqod etgan va irodat yo'lini bergan pirlarni ko'rsatish mumkin. Amir Temurning 3 shayxga nisbatan ixlosi juda baland edi. Bular Shamsiddin Kulol, Sayyid Baraka va Zayniddin Tayobodiylardir. Shamsiddin Kulol Amir Temurning otasi Amir Tarag'ayning piri edi. U Temurning o'ziga ilk bor uning porloq kelajagi haqidagi bashoratni ham aytgan edi. Mir Sayyid Baraka esa birinchi uchrashuvdayoq Amir Temurga saltanat timsoli, zafar va g'alabalar ramzi bo'lgan nahora va bayroq tuhfa qilgan edi. Uchinchi pir, ya'ni Zayniddin Tayobodiy esa Xurosonlik yirik shayx va Shayxul Islom bo'lgan. Aynan Shayx Zayniddin Tayobodiy Amir Temurga kuch, adolatda so'zlari o'yib yozilgan tillo uzuk tuhfa qilgan.